mana 2 marta уже operatsiya bo'ldi, 2 martadan hisob yana bir uchinchisi qaytaryapti. O'sha sindrom исключение qilish kerak. Tushundingmi? Agar sindrom to'rnlar bo'ladigan bo'lsa, 3-marta qilsa qaytarash. Yozib beraman flebografiya. Qanaqa analiz bo'ladi? Kontrastli исследование bo'ladi. Qon tomiriga dori jo'natiladi, polna vena tomirlarini kontrast ko'riladi. Tushundingmi? Masalan, hozir dorilarni yozib beraman, urug'ning sifatini yaxshilash. Urug' yomon emas. Bermasang tushuntirib bering urug'ni. Avval qaramaysan ham urug'ga. Sanda farzand bo'ladi, urug' ko'rsatishlari yomon emas. Trigi 84%, aktivniy подвижный 24, malopodвижный 23. Kiloni qo'shsak, общий 47%. Normada 32 dan yuqori bo'lishi kerak. Tushundingmi? Morfologiyasi ham yomon emas, yaxshi. Varikoz masalasi bo'yicha bitta razmer tursa kichikroq kiydiradi, tepada o'tirish kerak. Tushunarlimi? Tarafdan o'sha og'irlik varikozni solig'i bo'lyapti. Ikkala dom 3-daraja. Chap tuxumi 10 tuxumiga qaraganda nisbatan o'sha razmeri kichiklashib boshlagan. Razmerlar normada, no solishtirganimizda o'sha kichiklashgan. Buni operatsiya qilish kerak. Bizda qildiramiz, bizda ma'lumot usuli bo'yicha qilinadi.